Mashina umuman boshqacha turibdi. Sakkiz kilolik ekan lifti ham. 5 kilolik bo'lardi, bu 8 kilolik lift. Bemalol yuklayveradi. Olib qo'yamiz. 800 kilogacha bemalol ko'taraveradi liftda. Bu ham bitta qulaylik. Og'ir yuklar kelib qoladigan bo'lsa, yuklar bemalol otib qo'yasiz. Qo'shni Hasanboy chaqirib o'tir deb o'tirmaysiz. Qamiz. Bo'ldi. Mana. Bu belda ortib og'ir yuklar ko'tarib o'tiradi. Burada asen qo'yishlar ham to'xtada holatda. Chotki mo'l ishlab turibdi. Bu tentiga keladigan bo'lsak, Proxoru deydi bu. Mana shu brend Proxoru degani Master, Xoroni Master. Bu tepaga ko'tariladi, yig'ishtiriladi ham. Alohida mana ilgaklarigacha ham bor. Buni ko'taramiz. Bilasizlar, buni ko'tarib tortamiz, tortiladi. Shu. Hozir tortib ko'rsatganim yo'q. Mashina taglarini ko'rsatib, yaxshi so'radim, ammo bor mashina. Olganga yarasha toza olamiz deganligida mana oq yushitirlarni qarang. Oldin so'l bo'ladi. Taglarni qarang, mo'slab tagini cho'tib turibdi mashina. Bu liftini. Oldin diskalarni ko'rsanglar, sarg'ayib ketmagan, balonlari ham oppoq turibdi. Kam yurgani bilinadi, mashinaning yangiligi. 1 tonna 200 ligidan qarang, kam ko'p turibdi-da. Mana bu nakitkalari ham hali olinmagan. Qaranglar. Motorini ochib ko'rsataman hozir. Hop. Motorni ochib ko'ramiz. Maslasi-yu, maslasi. Mashina ishlab turibdi. Ovozlarni eshitib turganinglar, taylari quruq, top-toza. Yangi mashina. O'rindiqlari ham top-toza holatda turibdi. Ko'rganingizda lovullab turadi-yu ba'zi mashinalar. Shunaqa mashina ekan, ot bo'lib turibdi, ot bo'lib. Avtomat korobka, monitori bor. Yurgani 13279 km masofani bosib o'tyapti. Abduf, Abagrev, Rolabagrev, bokovой spiral, video registrator, задний вид kamera, telefon qo'yadigan rol chexol, 24 ga 4-oy, boshqa hamma funksiyalari bor, sizga kerak bo'ladigan. Mana taglarni ham qarang. Mahsulot turibdi mashina. Aloqaga chiqinglar, O'zbekistonga dastavkasi bilan 20 ming bilan dastavka qilib yetkazib beramiz. 20 ming rastomoshkasi alohida chiqadi, 14 ming atrofida chiqadi rastomoshkasi. Borti 320 ga 165 bo'ladi. Mana shu holatda ekan mashina holatlari.